Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana bugun biz katyollar bo'yicha savol-javoblarni birgalikda, mana klientimiz kelib qoldi, klient bilan birgalikda sizlar ham eshitasizlar. Tushuntirib o'tamiz buni bir. Keling. Ya assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz charchamay. Charchamayapsiz? Yaxshimi? Rahmat. Olyapsizlarmi? Rahmat. Aka, tashlayman. Katyol kerak aka. Bo'ldi, katyollar bor. Shu bizda bir 7-8 xona uyimiz bor. Qanaqa uylaringiz, kvadratlari, metri qanaqa? Endi oddiy hisoblanda 4 ga 4 uylarda. 4 ga 4. Ha, 7-8 xona bor. 17 kvadrat, 3 ga 4. Ha, shunaqa. 3 ga 4 uyingiz 12 kvadrat bo'lsa, 4 ga 4ingiz 16 kvadrat. Xo'p. Endi 16 kvadratdan bo'lganda bir 8 xonami? 8 xona. Endi keyinchalik yana bir ikkita qo'shishimiz mumkin. O'sha qanaqa qaysidan bizga taklif qilishimiz mumkin? Endi sizga keyinchalik qo'shaman deyapsiz, mana 150 kvadrat eng kichkinamiz. Aha. Bu ham bo'laveradi, endi qo'shimcha keyin qo'shaman deganingiz uchun 200 kvadratni qo'yganingiz ham ma'qul. Mana 20 kilovatlik katerimiz mana. Bo'laveradimi shu? Bo'laveradi. Endi bularga ma'lumot berib o'tasizmi bizga? Endi ma'lumotlari asosiysi bunda lislari qalin to'rlik bo'ladi. Aha. Lislari. Asosiy yonadigan, ko'mir yonadigan, hoka ko'mir yonadigan garelkasi 8 lik. Keyin 10 yildan keyin, 15 yildan keyin tugasa, masalan 22 GK bilan 4 GK bilan shuni yechib turib almashtirib, shuni garelkani o'zini almashtirsangiz ham bo'ladi. Turbali, kitob singari teplameniklar, keyin oxiri zaslonkali bo'ladi. Sizlarda kvadratga qarab qilib berilaveradi. Sizlarda necha kvadratdan qanchaga dor bor? 150 dan 1,5 ming kvadratgacha bor. Endi sizga tushadigan 200 u. 200 kvadratligimiz. Mana miyasini ham keyin ko'ring, mana uni, mana miyasi avtoreversli, ikkovi ham. Oddiy miya emas, telefonda boshqariladigan Wi-Fi. Datchigi bor. Masalan, yotoqxonangizni qo'yib qo'ysangiz, o'sha yotoqxonangiz haroratiga qarab ishlaydi. Keyin yana bitta miyamiz bor, o'zimiz yasalgan. Avtoreversli Wi-Fi'siz bu. Endi bu bilan bo'ladigan bo'lsa, shu ma'qul bo'lsa, shu narxini aytib o'taman. 200 kvadratligimiz $1200 shu bilan. 150 kvadratligimiz $900 shu oddiy miya bilan. 300 kvadratligimiz 1300, 1500, 1700 ketaveradi shunaqa 2600, 3000 gacha. Hammasiga narxiga $100 qo'shiladi bundan bo'lsa miyasi. Wi-Fi'li miya bo'lgani Wi-Fi'li miya bo'lsa $100 qo'shiladi. Nimagaki bular endi chet eldan keladi, sal qimmatroq keladi, to'g'risi. Bunda endi Rossiya bilan Amerikadan turib, uyingizda haroratini bemalol tekshirib tursangiz bo'ladi. Boshqarsa bo'ladi. Endi komplektida hammasini ham bir xil. Komplektda bitta miya, komplektda bitta miya mana, bitta stabilizator 1 kilovatli. Bitta ventilyator, havo purkagich. 220 motor bo'ladi, shinagdi motori. Keyin zaslonkasi bo'ladi ichida. Mana. Zaslonkasi qo'yilgan bo'ladi. Zaslonkani qo'yib qo'ysangiz, ventilyatorda mana bu yerda buradigani bor. Past qo'yasiz, 80 mana yerda ko'rsatadi. 80-90 daga qo'yasiz. Bu yerda issiqni chiqarib yubormaydi. Bitta gradus ushlab turaveradi. Rasxod kamayaveradi o'shanda. Ko'ning vazifasi bir. 1 yil garantiyasi bor katyollarimizda. 1 yil ichida nimadir bo'lsa, motorimi, ventilyatorimi ya bir joydan suv oqam, bir nimalar bo'lsa, mabodo bor qilib beriladi. Servis xizmatlari bor, ha? Servis xizmatlari bor. Keyin dastavkalarimiz ham bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Bepul dastavka.